أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Esselamu Aleyküm sabaktaşlar. Bugünkü dersimiz İ'rabul fi'lil mudari. Fi'l muzari'nin türlenişi hakkında toxtalamiz. Yani fi'l muzari qanday vaqtda rafi qiladi, başka ishlab qiladi, qanday chog'da nasb qiladi, yani tushumkili ishlab qiladi, qanday chog'da jazma, yani kesik formada qiladi degan uch mazmunning bugungi dersimiz fi'l muzari'ning bash kelish holati va fi'l muzari'ning tushum kelish holati hakkında toxtalamiz. Bunu ikinci dersimiz fi'l muzari'ning jazma qilish holatida bo'ladi. Endi fi'l muzari odatda bash kelish ishlab keladi. Avvalan biz so'zimizning beshi qaysak, fi'l muzari mu'rab ikki xil holatidan boshqa, lekin fi'l muzari oxiriga nunu nisbat tutasa yoki fi'l muzarining oxiriga nunu ta'kid bir vaqt tutashgan bo'lsa, bu mabni bo'ladi. Undan boshqa holatda fi'l muzari mu'rab bo'ladi. Mu'rab bo'lganda ya marfu bash kelish yoki mansub tushum kelish yoki kesik formada keladi, jazma qilib keladi. Endi fi'l muzari bash kelish ishlab kelish uchun fi'l muzarining beshta cho'qim harfi nasba va harfi jazma, yani adatul nasbi va adatul jazmlar kamigan bo'lishi kerak. Agar fi'l muzarining beshta jazma o'qituvchi vositalar yoki nasbi o'qituvchi kesik formada keltiruvchi yoki tushum kelish keltiruvchi vositalar kelsa, o tushum kelish yoki kesik formada keladi. Undaq bo'lmaganda bash kelish ishlab keladi. Masalan, Muhammadun yazhabu ila suq desak, yazhabu degan fi'l mishada marfu bash kelish ishlab kelgan, chunki uning beshta hech qanday harfi nasba kelmagan yoki harfi jazma kelmagan. Endi fi'l muzari sahih fi'l bo'lsa bash kelish holati mana yazhabu o'xshash bo'ladi. Agar bash fi'lning qatoridan bo'lsa, subutun nun alamatul rafi, hazfun nun alamatul nasb val jazm degan qoida bo'yicha agar u bash fi'l qatoridan bo'lsa, oxiri alif isnayn qo'shilgan yoki vovul jamoa qo'shilgan yoki ya muxotaba qo'shilgan fi'l qatoridan bo'lib qolganda, buningki bash kelish holati nunning ashari kelganligi bo'ladi. Masalan, Muhammad va Ahmad yazhabani ila suq, at-tullabu yazhabuna ila suq, anti tazhabina ila suq deganga o'xshash. Buni mishari bash fi'l qatoridan bo'ldi. Tazhabina, tazhabani, tazhabunala. Buning bash kelish alomati subutun nun bo'ladi. Agar bu kesik formada kelmoqchi bo'lsa yoki nasb tushum kelishib kelmoqchi bo'lsa, o chog'da buning beshida oxirgi nun tashlanadi, hazfun nun bo'ladi. Nasb va jazmlik holati. Masalan, Muhammad lam yazhab ila suq, Muhammad lan yazhaba ila suq deganga o'xshash. Muhammad va Ahmad lan yazhaba ila suq yoki lam yazhaba ila suq. At-tullabu lam yazhabu ila suq yoki lan yazhabu ila suq. Anti lam tazhabi ila suq, anti lam tazhabi yoki lan tazhabi ila suq deb kelganga o'xshash. Fi'l sağlam fi'l olsa, fi'l muzari sahih fi'l olsa, oxirgi harf sahih bo'lgan fi'l olsa, yuqoridagi holatda keladi. Ammo mushkil fi'lmi nun nisbat yoki tutasa lam yazhabna deganga o'xshash yoki nun ta'kid tutasa o chog'da mabni bo'ladi. Ammo fi'l da'aga o'xshash yoki ramaga o'xshash ya xashiyaga o'xshash bo'lib qolsa, masalan fi'l da'aga o'xshash bo'lsa deganimiz Arabistonda o'lchimi bo'lgan fa'il lamdiki lamning barobaridagi harfi illat, ya'ni va bo'lgan bo'lsa demakchi. Mu'tallul oxiri illatli bo'lgan fi'l bo'lsa da'aga o'xshash bu fi'lning bash kelish holati va tushum kelish holati va jazmlik holati qanday bo'ladi deganda, bash kelish holati shu subut lam yad'u degandek da'a yad'u deb ashada u sukunliq keladi. Yad'u yad'u bu harekete qilib buni harakatda tashlangan yad'u bo'ladi. Endi buningki
Nasblik halda ço dese o aşkar fata qilishlan bo'ladi. Lan yad'u deb. Jazmlik halda onun taşlanışlan bo'ladi. Lam yad'u deb. Ama bu beşbil qatardan bo'lsa, ilipsnen yak ve jamaa ya muhataba tutashgan pilning qatardan bo'lsa-chu, o çağda bu özgürüşler bununda yad'uvani, tad'uvani, tad'ina degan o'xshash bo'ladi. Biz keyingi shu navbatda har bir baytda buning tafsilotini ko'rib o'tamiz. Musannif o'zining dars shu film muzorini tushuntirib, dastlabda boshlangan baytni mundaq boshlagan. Irfa mudari'an iza yujarradu min nasibin ve jazimin katas'adu. Siz film muzarini başkiliş keltirin. Şu film muzari adatın nasib ve adatın cazimdin hali kılıngan bolsa. Film muzarinin 5'te harfi nesbe ve harfi cezmi kelmegen bolsa o çağda film muzari şu başkilişlep geliyordu. Anda olsa film muzarını cezmi okutkucunun buludu, film muzarını nesbi okutkucunun buludu. Degende film muzarını nesbi okutkucu en len izen keydin ibaret. Film muzarını cezmi okutkucu bu kinki dersimiz çıkıyordu. Lem, lemma, la nahiye, lamul emri ini şertiye okşaş. Anda olsa film muzarının nesbi okuluş altı en len izen keylen bulduken bu aklı musannim bandaklaydı. Ve bi la inin sibhu ve key keza bi en la ba'di ilmin velleti min ba'di zen pensib biha ve rabbe sahih ve taqid tahbibaha min enne pehve muttarid. Yani bu beytinin tercümesi siz lenvilen ve keyvilen film muzarını düşünmüştük keltirun. Şundakla enülen mu film muzarını düşünmüştük keltirun. Eğer o en elime yakinni bildirdiğin elime pilidin kin kemigen bolsa, cezmiyetni bildirdiğin pilladin kin kemigen bolsa ve velleti min ba'd zen ve zen gumanni bildirdiğin ef'al zen ve rucuhandin ibaret gumanni bildirdiğin pilladin kin kemigen bolsa bu çağda enülen mu özünkini kelgen pilni nesb olun. Ama ennin aldıda cezmiyetni bildirdiğin elimege okşaş pilla kelip kalgan bolsa yoki zannige okşaş gumanni bildirdiğin pilla kelgen bolsa bu çağda enülen özünkini kelgen pilni nesb okuman. Pensib biha varfa sahih ve taqid. Lekin enülen film muzarının nesb okusunuzun butu peş okuştumu toğur dep itiqat qilin. Çünkü şu en zannedin kin kelgen bolsa. Zannedin kin kelgen enülen film muzarının nesb okusunuz mu buludu? Zannedin kin kelgen enülen film muzarını rabbi okusunuz mu buludu? Ve rab sahih degen şu rabbi okuştumu sahih qilin. Ve ataqid tahbibaha min en. Emde aşu zannedin kin kelgen enülen film muzarını rabbi okugan vaqtimizda yoki alimadin kin kelgen enülen film muzarını rabbi okugan vaqtimizda siz şu enni ennaning yengilletilmesi deb itiqat qiling. Bu umumlaşgan bir qoida bo'ladi. Bu mana ikki baytninki umum tercümesi. Endi biz bu yerda lan izan key dedik. Anda olsa biz her bir harfninki istiqmalaga to'xtalganimizda şu birincisi lendan başlasak lan harfi nafi ve istiqbal. Kelgüz zaman harfi ve nafi harfi. Ve harfi nesbe özden kelip film muzarını nesbe okutish harfi bo'ladi. Masalan lan nabraha alayhi akibin degan o'xshash. Biz o Musa alayhisalom qaytib kelguncha Musa qaytib kelguncha hargiz bu shu muzayga ibodat qilishdan qaytmaymiz degan o'xshash. Lan nabraha degan o'xshash. Endi ikkinchisi kay
kay bu harfi mastarya mı buludu? Harfi nasb buludu. Endi kayning çetiriş dairesi köproq buludu. Kay mastarya bo'lganda uning alomati chuqum 5ta lamul ta'lil bilan boshlanish kerak. Ta'allam likay deganga o'xshash. Likayla deganga o'xshash. Ishqib kayning bo'lish uchun kay kayning mastarya o'zidan kelgan fe'lni mastarga o'zgartuvchi kay deyishimiz uchun chuqum bu kayningki kay illatni bildirgan lam bilan boshlangan bo'lishi kerak. Ta'allam likay tufid va tastafid. Boshqalarga foyda berish va o'zingga foyda erish uchun ilm o'rgan deganga o'xshash. Endi likayla ta'asav deganga o'xshash. Likayla tahzanu sizlar g'am qayg'u qilmasliklaringiz uchun degandek likayla deb lam urfil jar kayning oldida kelgan kay harfi masdariya bo'ladi. Endi kay masdari bo'lib keladi deganimizda bu kay masdariya deganimiz kay o'chog'da ta'liliya emas demakchi. Agar kay harfi masdariya kay harfi ta'liliya deb qaraladi. Masalan harfi masdariya deganimiz harfi ta'liliyadan ehtiros. Chunki harfi kay bo'lgan ta'liliya u harfi nasiba emas. O'zidan kelgan fe'l muzari nasb o'qituvchi bo'lmaydi. Kay masdariya nasb o'qituvchi bo'ladi. Kay ta'liliya degan u harfi jarning qatoridan bo'ladi. Buning gapi harfi jarning babida alohida o'tib ketib bo'lgan. Endi bu mesela biz şu kayning istimalda likayla deganga o'xshaydi. Likayan, kayan, likayla deganga o'xshash buna kelgan bor. Bu ham likayla deb chiqdi. Endi ba'zi chaqda lam va undan keyin kay keladi. Likay deb. Ba'zi chaqda hammasiga lam, kay va an likay an. Ba'zi chaqda kay bilan boshlanadi kay an. Shunga hozir likay deb kelsa lam lamu ta'lil ruful jar kay masdariya harfi nasba bo'ladi. Endi kay an deb kelsa kay an deb kelsa kaydan keyin an kelganmiz kay harfi ta'lil an harfi nasb bo'ladi. Endi bu likay an deb kelsa lam keldi hem kay keldi, onun degan an keldi. Likay an deb kelsa qanday qilamiz deganda likay an deb kelsa lam hurfi ta'lil bo'ladi. Kay harfi nasba, harfi masdariya bo'ladi. An ta'kid uchun kelgan bo'ladi. Yana kaydan iborat harfi nasba, harfi masdariyani an ta'kidlash uchun kelgan deymiz. Likay an deb kelsa. Mana bu kayningki ahvoli. Shunga bu diqqat qilamiz. Likay an nima? Likay an, likay kayan. Mushu taraflarga biz diqqat qilsak bo'ladi. Endi kayan kami kay deb lanaganda fe'l muzaridan killam qildigan ahvollar bor. Bu chaqdimi bu ta'lil bo'ladi. Masalan biz misol ko'rgan bo'lsak أتعلم اللغة العربية لكي أفهم القرآن من قرآن الكريم نتشنش جن عرب تلقون degan butdi bu yerga lam ta'lil kay harfi masdariya deb qaraladi harfi nasba. Endi kay an deb kelsa ata'allam اللغة العربية كي أن أفهم القرآن. من القرآن تشنش جن ديما تبيار كي فقط لم إلا ما نسمى بالردو حرف النسب حرف مسترية أن ردو. أمد لكي أن نبكي أتعلم اللغة العربية لكي أن
efemel Kur'an dese, ben Kur'an-ı Kerim'ni düşünüş için Arap tilini ben desek lam ta'lil, key harfi nesbe, en keynin takidi deb qaraymiz. Şimdi ta'kidlash uchun kelgan so'z deymiz. Endi atallama lug'atil arabiyya key efemel Kur'an deb kelsa, bu chaqda key yalğız kelgan shakli bo'ldi. Bu vaqtda keydan keyin keyning oldida harf ta'lil tashlangan desak, illatni bildiradigan lamul jardan iborat harf ta'lil tashlangan deb qarasa, u chaqda key harfi nasb harfi masdariya bo'ladi. Ammo keyningdan keyin en tashlangan deb qarasak, key harfi ta'lil bo'ldi, ana masdariya tashlangan deb qarasak bo'ladi. Ammo en meselesi kelsak-chu, ana masdariya bu harfi nasblarning en küçük istimal cihette en köproq hesaplanıdı. Bu undaq deyişimiz çünkü en bu mukadder haletde mi işletildi ve muzahir haletde mi işletildi. Zahiri mi işletildi, aşkarı mı işletildi, takdir kılınıdığın yerde mi? Hemmisi de şu en takdir kılınıdı. Şu ennin takdir kılınışımız köp. Çünkü bu en ve özünkün kelgen fil muzari hemmisi en harfi masdariya ve harfi nasbe ve harfi mustaqbal bo'ladi. En kirgen fil muzari o'tgan nasb qiladi ve shundaqla bu masdarga o'zgaradi, zamoni kelgusi zaman bo'ladi. Qiyos masdar muavval qiyos qilinib, fa'il bo'ladigan, maf'ul bo'ladigan, mubtada bo'ladigan, xabar bo'ladigan hamma sohada ishlatiladi bo'ladi. Endi key nima en film mazinin 5 kilam doğrusu kilodo. En film mazinin 5 dimi kilodo. En film muzarının 5 dimi kilodo. En bu film emrinin 5 dimi kilodo. Bu kitabımızın ahırda mı çıkıdo? Film mazinin 5'te kelgen yerleri var. Mesela ebesebet ve Allah en ca'ahul a'ma degen go'xshash. Endi film muzarının 5 kilib film muzarını nasb o'qiladigan, tushuntirib keltiradigan, film muzarını masdarga o'zgartiradigan, film muzarının zamanı kelgusi zaman bo'ladigan ahvolda keladi. Şu key uchun cho'ng holatning 3 xil holat bor. En uchun enning ishlatilish ahvolida 3 xil ahvol so'zlanadi. Biri chuqum enga aldığa yaqin ve cezmiyetini bildirgan bir pilning ilgiri ulab kelishi. Çünkü beytta la ba'da ilmin deb qo'ygani enning oldida alima, cezmiyet ve yaqinni bildirgan bir pil ilgiri ulab kelgan bo'lsa, alima ayqini bu chaqda bu en qanday en desa, bu ennaning yengilletilmesi bo'ladi. Har qanday vaqtda mushu endin keyin fil muzari nasb bo'lgan enning oldida alime ve aykanaga o'xshab jazmiyatni bildirgan pillar kirib, undan keyin an kelgan bo'lsa, bu an o'zidan keyin kelgan fil muzari kelib qolsa, fil muzarining nasbi o'qitmaydi. Chunki bu an annaning yengilletilmesi deb qaraladi. Endi mushu u annaning yengilletilmesi deb qarab hukm chiqarishimiz uchun 3 tane ahkam kiradi. Birinchi, cho'qim bu chaqda bu ennaning yengilletilmesi olan için bunun ismi zimirşen bulup taşlangan zimirşen buluş gerek. İkincisi bu endinkin pil muzari rapi okulgan buluş gerek. Üçüncüsü şu enülen pil muzarının oturusu qat, sin, savpe, len, lem, lanafiye, adat, şert ve rubbe'den ibaret fasıl vasıtalar ama şu enülen pil muzarının otunu ağırıp kelgen buluş gerek. Muşkil halette ennaning yengilletilmesi deb qaraladi. Mesela alima an sayakunu minkum marada deganga o'xshash. Ayqantu an sayandamu az-zalimun deganga o'xshash. Yani burada müşerik en hemmisi ennaning yengiltilmesi olup bunun ismi zimirşen bulup taşlangan deb qaraymiz. Uningdan keyin kelgan fil muzari şu ennaning xabri deb qaraladi. Ana muhabbabning xabri deb qaraladi. Ve muşunda 3. şart çokum oturup fasıl kelsin degan ana fasıl keldi. 3 şart tepilgan vaqtda ennaning yengiltilmesi oludu alimadan keyin kirish bilan birga.
Endi biz ana uchun 3 xil holat bo'lgan. Birinchi holat annaning yangilatilmasi bo'lib ishlatilish, ikkinchi holat uning beshiga zanna o'xshatgan gumonni bildiradigan pillarning shu annaning beshida kelishi. Zanna, xala, hasibaga o'xshash pillarning bu shu anning oldida kelishi. Bu chaqda anning ana muhabbab bo'lishi mudrus, ana masdariya va harf nasbi bo'lishi mudrus. Ya'ni o'zidan kelgan fil muzari'ni nasbi tutgan bo'lsin bo'ladi yoki o'zidan kelgan filni nasbi o'qitmay bu chaqda bu shu annaning yangilatilmasi deb qaralsin bo'ladi. Agar u annaning yangilatilmasi deb af'ali zandan kelgandimi, uning andan kelgan fil muzari raf yo'qolsa, yuqorqi ismi zimrishan bo'lish, fil muzari raf yo'qolgan bo'lish, o'tirib fasil bo'lgan bo'lish kerak degandan iborat maqsadlar cho'qim uningda ba. Annaning yangilatilmasi bo'lganda. Agar annaning yangilatilmasi emas deb qaralsa, u chaqda annaning yangilatilmasi emas deb qaralsa-mu ham bo'ladi. Chunki baytda fansib biha varrab sahih degan. Uninglar nasb o'qisangiz ham bo'ladi, rab o'qishni sahih deb qaralsa, rab o'qigan vaqtimizda annaning yangilatilmasi. Nasb o'qib, harfi nasbi qatoriga kirgizsakmi ham bo'ladi. Mesela ve hasibu alla takuna fitne deb mudakkaga yerimi ba. Üçüncü holat uningga beshiga alima turdikilar afal yaqinmu ilgari bo'lmaslik, afal zanmu ilgari bo'lmaslik holati. Bu chaqda u balki kalamda bunun alime ve zanni ilgiri olmagan, belki kalamda şekni yoki umidni ya temani bildiradigan bir kalamda keladi bu chaqda. Ashundoq bir kalamda keladi. Bu chaqda bu fil muzari'ni nasb o'qitishi vojib bo'ladi. Demak biz bayon dedik, an fil muzari'ning beshi kirganga o'xshash, fil mozining beshiga kirdi dedik. Fil mozining beshi kirganlar yalaba. Masalan, Lawla an manna Allahu alayna la khasafa bina degan o'xshash. Va fil amrining beshiga kirgan bo'lsa desa ba ani'mal sabiqat degan o'xshash. Lekin bu fil mozining va fil amrining beshiga kelganda faqat masdar o'zgartirish roli bor, ammo undan boshqa roli yo'q. Masalan, endi biz shu fil muzari'ni nasb o'qishi vojib bo'lganda, cho'qim u umidni bildiradigan yoki tama yoki shakni bildiradigan fillardan keyin keladi. Masalan, arju ayyan tasiral haqqa degan o'xshash. Men haqiqatning g'albi qilishini umid qilaman degan o'xshash. Uridu an azhaba ila suq, men bozorga borishni maqsad qilaman degan o'xshash. Endi bizning bu yerda bunda bir ani mastariya deb qo'ydik. Ani mastariya deganligimiz u ani muhabbab emas, ani mufassira emas, ani zaida emas deganimizni ko'rsatib turadi. Ani bu an mastariya bo'ldi deganimiz ani muhabbab emaskan, bu mufassira emaskan, zaida emaskan degan qilganda anda do'st an biz annaning yangilatilmasi muhabbab bo'lib keldik, buni bayon qilib bo'ldik. Endi uningdan sirt an mufassira bo'ladi, tafsir qilib beruvchi bo'ladi, an uningdan boshqa zaid bo'lib keladi. Endi muhabbab bo'lganninki misal o'tdi, ammo mufassira bo'lgani u nima uchun ana mufassira bo'lganda bayon va tafsir uchun keladi. Masalan, biz ko'rsak iz awhina ila ummik ma yuha degan o'xshaydi. An iqzifihi fit tabut taqzifihi fil yammi. Endi mishada bu an mesela ay ma'nisidan bo'lgan harfi tafsira bo'ladi. Harfi mufassira, harf tafsir bo'lganda an ma'nisi bilan bo'ladi. Cho'qim bu vaqtda qavli ma'nisini o'z ichiga kelgan bir jumla bilan boshlangan bo'lish kerak. Ay harfi mufassir bo'lganda, harf tafsir bo'lganda anning oldida qavlning harfi yo'q, qab la
o lamdan ibaret qavl so'zi yo'q, lekin qavlning ma'nosi bor. Dedi degan bir ma'no chiqitgan bir jumla beshta ilgari qilingan bo'lishi kerak. Masalan, biz Musa alayhissalom, Musa sening apangga vahiy qildik. Mundaq deb vahiy qildik. Siz uni sanduqqa seling, ondan uni dengizga tashlang deb vahiy qildik desak, mishada aniq zifidiki anning beshta qailan deb degan bir so'zni qo'shimiz. Ammo zaida olab kelganda cho desa, zaida olab kelganda o chuqum lamma hiniya degan keladi. Endi lammani biz beshta ko'rib bo'ldik. Lamma fil muzarining beshta kelsa, harfi jazm bo'ladi. Fil mozining beshta kelsa, hina ma'nosini bildirgan harf bo'ladi. Mush lamma hiniya degan. Masalan, falamma anja al-bashir degan o'xshash. Shu bishorat kelgan chaqda. Bishoratki an zaid lit-tawkid. Buni Qur'oni Karimda kelsa an sila ja'a lit-tawkid deb qaraymiz. Ba'zi chaqlarda bu shu nimadan keyin lavning oldida ketgan ishim bor. Va allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa deganga o'xshash ma'noni ta'kidlash, kuchaytirish yo'li uchun kelgan bo'ladi. Mana bu harfi nasb bo'lgan an, lan, izan, an, lan kaylaninki ahvoli. Endi izan tahatilg'ilinmidi. Kin bu izanning gapi chiqadi. Kin bayti chiqadi. Ya'ni bir baytdan keyin izanning gapi chiqadi. Navbatgi baytda yana anning davomi va ba'duhum ahmala an hamlan ala ma fi ukhtaha haysu tahaqqat amala. Ularning ba'zisi, ya'ni grammatikashunoslarning ba'zisi anni o'zining o'qishi bo'lgan moyi mastariyaga o'qish hamla qilib, ashuning o'qishitib muhmila qildi. Ya'ni amal bermadi. Haysu tahaqqat amala. Amalga haqli qo'ygan yerlarda. Asa anga amal bersak bir ritgan chaqdimi, anga amal bersak bir o'zining filmozar nasb o'qisi o'qitgan shundoq o'rinlarda moyi mastariyaga o'qitilib turib, faqat mastarlik rolni o'tab keladigan, amal qilmaydigan ahvollar bo'ldi, muhmala qilyapti. Buni ba'duhumdan, ya'ni ba'dul arab shu ana mastar, ya'ni muhmala qilib o'zining kelgan filmozarni nasb o'qimagan, balki rafi o'qigan, moyi mastariyaga o'qitib turib, moyi mastariyami shu o'zining kelgan jumlani mastarga o'zgartirdi, nasb o'qitmaydi, bu ikkisiga o'qishsin. Masalan, yasiruni an tajtahidu. Sening tirishing meni xursand qiladi deganga o'xshash. Yasiruni an tajtahidu o'xshash rafi bilan. Agar muhmala qilmasak tajtahida, ma o'xshatib tajtahidu qilganlarmi bor. Endi harf nasblarning yana bir so'g'an izan haqida to'xtalamiz. Bu haqda Musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Va nasabu bi izanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala aw qablahu al yamin wa ansib warfa'a iza izin min ba'da atbin waqa'a." Ular yani Arablar aw ulama nuhat yoki grammatik ulamalari ular izan bilan fil muzari mustaqbalni nasb o'qidi. Kelgüz zaman bo'lgan, kelgüz zaman ma'nosini ifodalab beradigan fil muzarni nasb o'qidi. Shart agar o izan jumlaning beshta keltirilgan bo'lsa, u izandan keyin fil izanga bir vosita tutashtirilgan bo'lsa, ya'ni o'tirg'i fasil kirmasa yoki u şu izanning oldida qablahul yamin yoki u fil muzarining oldida qasam vositasi bo'lsa, izan bilan nimaninki fil muzarining oldiga qasam kirsa bo'ladi yoki la nafiya kirsa bo'ladi. Vansib varfa, siz bu chaqda siz izandan keyin kelganni siz nasb o'qing va rafi o'qing. Agar izan atbidan keyin kelsa, izan atbidan keyin kelsa rafi o'qisangiz bo'ladi, nasb o'qisangiz. Bu ikki baytda cho'ng ikki mazmun qo'yiladi. Biri izan bilan o'zining kelgan fil muzarining nasb o'qish uchun mundaq shartlar ketadi.
Birincisi 3 şart. Birincisi çokum izlendin kelgen pilning zamanı kelgü zaman buluş gerek. İkincisi izlen çokum cümlenin beşine kelgen buluş gerek. Üçüncüsü izlen bilen izlendin kelgen pilning oturgu pasıl kirmeslik gerek. İlla qasam sözü kirip qalsa buludu yoki la nafiya kirsa buludu. Ondan başka bir pasıl kirsa amel kılanmaydı. Bunun şu 3 şart bilen izlen özün kelgen pilning muzarını nasip okudu. Endi ikinci çoğun mazmun numarası izlen huruful atbidin kin kip qalsa ve izlen dep yoki faizan dep huruf atbidin kin kelsa izlen kelsa andın izlen kelgen pilning muzarını nasip okusak mı buludu? Cümlenin 5'i dep cümle iftidaya yoki cümle isnafiya dep yoki rapi okusak mı buludu? Cümlenin 5 emas 5'lik bir sözge bağlangan dep qarab. Bu mana fi'l muzari'nin nasib okusan harflarning 4-incisi. Demek izlen bu harfi cevap ve harfi ceza. Bu harfi daimen harfi cevap, galiben harfi ceza. Ama harfi cevap buluşta, beşki bir sözge cevap buluşta kat'i onun dinimi yok. Cevap bulmay gitken alet yok. Davamlık cevap bulak kıldı. Ama köpünce vakti ceza, bazı çağında ceza bulmay kıldığın ahvalım var. Mesela, misal keltirgen vaktimizde, eğer sizden karindişiniz sizge dese, ezuruke gadan inşaallah, Allah halisa, men seni ziyaret kılıman dese, siz onunla desiniz, izen ukrimeke deb cevap versiniz bulur. Ondaqda men seni hürmetleymen deb cevap bergen bolsunuz, ondaqda izen inşede harfi cevap. Ezuruke gadan inşaallah degenge nispeten cevap buludu ve şundaqla kelimen degen sözge nispeten hem cazavul kitqallık qarta onu hürmetleşni, onu biz ceza qilib bergen, mukofot qilib bergen bulamiz. Şu yerda buna harfi cevap ve harfi ceza deymiz. İzen ukrimeke mişede harfi cevap, harfi ceza olup özün kelgen pilimizler nasip oktu, 3 şart tepilamdı, tepilidi. Çünkü hürmetleş de bunun kin oludu. Zamanı kelgüz zaman. Ve in cümlenin 5 kelsin degen cümlenin 5 geldi, mustakbel ola cümlenin 5 geldi ve şunda kalıp pililen izlenin oturup pasıl kirimsini degen kirmidi. İzen ukrimeke dep. Eğer mişede izlen ölen ukrimeke degen pilning oturup pasıl kirgen bolsa, oturup pasıl kirgen bolsa, o vaqtda bu emel qilmay. İzen saukrimuke, saupa ukrimeke dep kip qatdi. Eğer izlen vallahi ukrimek desek budu. Desek buludu. Emde ya ki izlen cümlenin 5 olmagan bolsa emel qilmaydı. Ana izlen ukrimuke dedik mesela. Ana 5 kilip isimlik cümle qilib. Ana izlen ukrimuke dedik. Uçada bu şart yo'qoldi. 3 şartın bir şart yo'qolsa, uçada bu emel qilmaydı. Şartni yana birincisi bir qayt deyasak, fi'l muzari mustaqbal bo'lsin deganlik, fi'l muzari hozirgi zaman bo'lsa amal qilinmaydi. Masalan, bir odam sizga bir so'zni so'zlagan bo'lsa, sizga bir inson bir so'zni so'zlagan bo'lsa, siz uningga izan azunnuka sadiqan. Bir odam sizga gap qilayotganda, men seni rostchil deb o'ylayman. Izan azunnuka sadiqan, men seni rostchil deb o'ylayman desak, şu hozir men seni rostchil deb o'ylayapman degan bo'lsa, o'chadi izan azunnuka sadiqan. İzden azunnuka sadiqan deymiz. Çünkü nemishqa azunna deb bir nasb o'qitmaydi desa, çünkü filning zamoni hozirgi zaman bo'lg'achqa. İkincisi izden cümlenin 5 kelsin dedik, o'tirdi kelsi bo'lmaydi. Bayan bunu biz izden ana izden ukrimuka deb qatdi. Mesela ana azuruka gadan inşaallah desa, izden ukrimuka desek nasb o'qiladi. Ana izden ukrimuka desek o'chada rafi o'qilgan bo'ladi. Üçüncü şartı, eğer o fi'l muzari bilen şu izanning o'tirg'i bir pasıl kirib qalsa, o'chada amal qilmaydi dedik. Biz bana bayan izan pasıl o'chada nima bilan bo'ladi degan. Agar pasıllar ichidan la nafiya pasıl olsa yoki qasam pasıl olsa bo'ladi. Mesela ana azuruke gadan inşallah dese izen vallahi ukrimeke degan o'xshash onda desa bo'lardi. Yoki la nafiya kirsa bo'ladi.
ana azuruki gadan desa izan la ukrimak izan la andaqta men seni hurmatlamayman yoki izan la antazir raka desa men seni kutib turmayman deganga o'xshash mana desam bo'laveradi. Shu la kirisi bo'ladi. Ammo buninglardan boshqa fasillar kirib qolsa bo'lmaydi. Endi uning o'tirishga mush ikki so'z fasil bo'lsa, undan boshqasi fasil bo'lsa bo'lmaydi. Endi baytda bizga yana bundaqda bir mazmun chiqqan. Mushu harfatdan kin kelganda ikki yo'l durust, nasbi va rafi o'qish durust dedi. Shu demak, izanning beshiga harfat kelsa, ya vokibto keldikan, ya fa kelsa, bu joyda filda ikki yo'l durust. Va izan yoki faizan deb kelganda bizdan kelgan fil muzorni rafi o'qsang umunto nasb o'qsang. Rafi o'qigan chaqda izan muhmala, izanga amal berilmaydi. Uni etbini itibar qilib turib, shu va izan yoki faizanniki voni vurpil atba shu izandan kelgan jumla izandan oldingi bir jumlaga atba deb qarasak, bu joyda atbilikni itibar qilib turib izan muhmal bo'lib amal qilmaydi. Ve izden la yelbesune khilafek illa qalila deganga o'xshash. Ve izen la tumatta'una illa qalila deganga o'xshash. Agar nasb o'qisak bu chaqda izan amil bo'ladi. Harfatni biz uni atbadimi voni yoki fani huruful istinab yangi jumlaning boshlanganligini bildiradi deb qarasak, bu chaqda bu izden özün kelgan filni nasb o'qitdi. Buni shu ikki yo'l durust deyishimizning sababi mana shundan iborat. Endi yuqorida biz izanning an lan izan kaylaning iste'moli haqida va ularningki o'zing kelgan filmlarni nasb o'qish haqida to'xtadik, so'zlab bo'ldik. Navbatda yana shu harf masdariga bo'lgan anning ba'zi ahvollari haqida to'xtalamiz. Bu vaqtda musannif rahimahulloh mundaq deydi: وبين لا ولام جر الملتزم إظهار أن ناسبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مزمرا وبعد النفي كان حتما أزمرا. بيتنا ترجمة من دقبلده لا ولن لا نافيا ولن lamul jarning o'ttirusida anni harfi nasb o'qituvchi bo'lgan anni oshkora keltirish lozim, vojib qilindi. Li an la deganga o'xshash. Li an la. Endi biz odatda lam hurfijar uniki masdariya uniki lam nafiya kelsa li alla deb keldi. Bu chaqda chuqum lila deb kelsa bo'lmaydi. An chuqum oshkor qilishi vojib. Meda anning oshkor qilishi vojib bo'lgan o'rin hisoblanadi bu. Masalan, ana ata'allamu al-ilm yaki adrusu yaki ana a'iduka men sana va'da berma li alla kasala aksul desak, kasala yaksul taksula desak men hurulliq qilmasligim uchun sana va'da berman deganga o'xshash. Bunda kelsin bo'ladi. Ana aiduka li alla al'aba men o'ynamaslik uchun sana va'da berman deganga o'xshash. Mush li alla kelganda oshkor qilish vojib bo'ldi. Va in udima agar u an oshkor kamisa li alla deb kami an oshkor kamiganda va in udim an oshkor kamiganda yoki va in udima la li an deb ketgan yoki li ketgan va in udima la yuqtilsa la
la nafiye yo'qotilsa fa'animil muzhiran aw muzmara. Siz enni aşkara halette emel kıldırtın ya ki enni yuşun halde emel kıldırtın. Yani enge emel bersek buldu aşkara halette ya yuşun halette. Mesela o çağda mesela ana etallamın lügatil arabiye li efhemel Kur'an desek müşahede en yuşun halette en yuşun buldu. Yuşun halette emel kılındı li efhemel Kur'an lamı ta'lil en mukaddere ba efheme badep qaralgan enilen nesb qılgan boludu. Ya ki aşkara olsa etallamın lügatil arabiye li en efhemel Kur'an degen o'xshash bunda kesin boludu. Ve ba'd nafyin kana hatman uzmira. Endi kanının nefistin keskin o en yuşurun kılındı. Ba'd nefi kana hatman uzmira. Kanının nefistin kinengep nefi olap kagen kanıdın kin keskin alette en yuşurun kılındırgen gep ma kana lem yekunun haberi fil muzardin kese demekçi bere. Ma kana lem yekun. Ma kana kito ya lem yekun kilodo. Ma kana lem yekunun haberi de fil muzarı kese şu lamul ta'lil kilodo ya ki lamul cuhud diyemiz bunu. Şu lam eşede ennin yuşun kılışı vacip. Mesela misallarını ko'radigan bo'lsak, şu lamninki keskin yuşun kelgan yerlerinki misallaridan ve ma kana Allahu liyu'azzibahum ve ente fihim. Allah ulanı siz Muhammed Aleyhisselam ulanın içinde ba halette Allah her güzümü ulanı umumi yüzlük mındak azatlab halak kılıp etmeydi o. Lem yekunillahu liyaghfira lahum. Allah her güzümü liyaghfira lahum. Allah ulanı her güzümü keçürmeydi o degen o'xshash. Mana mushu makana lem yekundin kin demekçi. Endi bu yerda makana lem yekundin kanun nefistin maksat şu makana lem yekunning xabar olab kelgan pil muzari maksat qilingan bo'ladi. Endi mushu pil muzari bilan birga lam kelganda 5 xil holatda pil muzarining oldida kelgan lam 5 xil ehtimollarning birida bo'ladi. O lam yoki pil muzarining 5 kelgan lam yoki lamut ta'lil bo'ladi. Biz bayan dedik lamut ta'lil yoki lamul amr bo'ladi. Liyadrus ders okusun, liyazhab ilal medrese Mekke'ye basın degendek. Ya ki lamul cehat oludu. Bunu biz bayan lamul cehat dedik. Ma kana Allahu liyu'azzibahum ve ente fihim dese liyu'azzibahum deki lamul cehat hesaplandı. Lem yekunillahu liyaghfira lahum deki lamul cehat oludu. Bu yeni lamul cehat dediğimiz tehimu muşu nepini tehimu ta'kidlash uchun kelgan lam deb qaraladi. Uningdan keyingi pilning nasb qilishi shu yushun an bilan bo'ladi. To'rtinchisi u lamul aqiba bo'ladi. Yine pil muzarining 5 kelgan lamul aqiba deb ataymiz. Yine lamun natija desak mayli lamul aqiba. Masalan Qur'oni Karimda faltaqatahu ali fir'auna liyakuna lahum aduwan hazana. O Firavun ailesi Musa aleyhisselam'ı denizden süzüp aldı. Musa aleyhisselam akıbette ulağa bir düşman aylangan, düşman bolgan. Aynen şerde liyakuna lahum aduwan mubinne lamni ta'lil için asak. O çağda Firavun'u denizden süzüp baktı. Şu nima Musa aleyhisselam'ın ali Firavun denizden süzüp baktı. Muşu Musa'nı üzüge bir düşman bolsun üçün de tercüme kılış lazım ki kaldı. Bir adam bu fakat aklı uygun gelmeydi. Ameliyette bu ta'lil olsa mana hata çıkıyordu. Bu yerde ondan maksat demez bir kızın hurusellik bulaş,
ko'nglim shu bola bilan bir xushal xuram bulash uchun baqqan, qurrata ayn bulash uchun Musa alayhissalomni amaliyotda baqqan. Shunga liyakuna lahum aduwan hazanadik lamul aqiba deb atiladi. Shunga Ali Fir'aun uni suzib oldi. Natijada Musa alayhissalom ularga bir dushman bo'lgan degan ma'no chiqadi. Birinchisi lam şu lamuz zaid oludu. Pil muzarining 5'te kelgan lamuz zaid oludu. Demek biz pil muzarining 5'te 5 xil holatda buludu. Pil muzarining 5 kelgan lam dedik. Lamul ta'lil, lamul amri, lamul juhud, lamul aqiba, lamuz zaida 5'incisi. Endi bu lamuz zaida deganimiz pil mutaaddidin kin kirdi ko'pincha vaqtlarda. Buning kilishning foydasi nima desa tavkid. Bunu Kur'an-ı Kerim'de i'rab qo'ygan chaqda lam zaid lit-tavkid demaymiz. Lam lamus sila lit-tavkid deb atagan ulamolar bu yerda zaid degan iborani ishlatmay, sila degan iborani ishlatgan. Masalan, Kur'an-ı Kerim'de bu bunu ayette turqilgan innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayt deb kelgan. Mişet innema yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayt. Yani Allah hakikaten sizlardan rijisni katkizib o'tishni iroda qiladi deb mişet liyuzhibadiki lam illatmush atidin biz 5 degan 4 xil ehtimolli lamning hech qaysi emas. Mana bu fe'l muzarining 5 kelgan lamning 4 xil holati ishlatilishi. Endi baytda yine ahirki beyt kezaki ba'de ev iza yeslu fi mevdiha hatta evil illa en hafi dedi. Şundakla evdin kin kegen pile muzardı mı en mahfi yuşurun kılınıdı. Eğer şu evinin onu da hatta'nın kuyoş doğru bu, hatta'nın kirişi doğru olsa ya ki illa'nın kirişi doğru olsa. Mesela evdin kin kelib pil muzari nasb qiladi. Ba'zi evdin kin kelgan pil muzari nasb qiladi. Bu chaqda shu pil muzari bilan evning o'tirida en maxfi yushurilgan deymiz. Ama mushundaq digilib bulash uchun bu evning o'rnida hattani keltigili o'sudi yoki illani keltigili o'sudi. Mush ikkisini birini keltigili bo'lsa andin bo'ladi. Mushunga bu 3 beyt mushu an masdariyaga xos bo'lgan beyt bo'lib, bu mushu anninki pil muzarining nasb qilishi zahiran pil muzarini o en aşkar nasb qilishi yushin nasb qilishi deb 3 xil bo'ldi. Anning pil muzarining oldida aşkar qilishi vojib bo'lgan o'rin bor. Anning pil muzarining oldida yushin qilishi vojib bo'lgan o'rin bor. Anning pil muzarining oldida aşkar kasimi bo'ladi, yushin kasim bo'ldi. İxtiyor holatdan iborat. Anning zahir kilishi vacib, izhar muzmar kilishi vacib. Şunda ixtiyor caiz, yuşun kasim butu, aşkar kasim butu var. 3 urunni biz navbatda ko'rib o'tamiz. Endi anning shu fil muzaridan aşkar kilishi vacib bo'lgan urunning birisi lamul jar bilan dedi-ku, bayna la va lamul jar iltizim dedi. Şu lam bilen lamul jar bilen la nafiyaning meyli la nafiya olsun, meyli la zaida olsun, la bilen lamul jarning o'tirishda kelsa cho'qim anning kirishi vojib dedik, bayan misolda ko'rib o'tdik. Masalan nafining misolini ko'rdik. Masalan uhdiru mubakkiran li alla yafutani as-saful awwal. Men masjidga baldur kelima birinchi saf mendan o'tib ketib qolmaslik uchun deganga o'xshash. Li alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujja ba'da ar-rusul deganga o'xshash. Zaidning misoli chu li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna 'ala shay'in min fadlillah deganga o'xshash. İkinci hilaleti enning aşkar kasimi buludu u en yuşun kasim buludu 2 xil urunda. Birincisi en lamul jardinkin kasa. Ul en şu lamul jardinkin kiptu u endinkin pil muzari yo'qken.
li'alla emasken li'an şekliken. Li'an yef'alu. Li'an yef'alu şeklide, li'anninkin pil muzari kelgan li'an yef'alu şeklide, li'an yef'ala, li'an tef'ala, li'an ef'ala degan o'xshash, li'an azhaba, li'an nazhaba, li'an tazhaba, li'an yazhaba degandek mushkil shaklda anning yushrun qilishimi durust, maxfiy qilishimi durust, ikki yo'l durust hisoblanadi. Masalan, va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas deb mana bu yerda maxfiy kelganga o'xshash. Endi u anning yushrun qilish, oshkor qilishi ixtiyot joiz bo'lgan o'rinning ikkinchi o'rin inshaalloh mushu babning oxirgi baytlariga yaqin, oxirdan sanab ikkinchi bayt, uchinchi baytlarda chiqadi. Shu yerda ko'rib o'tamiz. Üçüncü holat anning yushrun qilishi vojib bo'lgan holat. An fil muzarining boshida 5 xil holatda, 5 xil o'rinda yushrun qilishi vojib bo'ladi. Ya'ni 5 o'rinda an o'zidan keyin kelgan shu pilni nasb o'qitdi, lekin o'sha an fil muzarining oldida yushrun qilishi vojib bo'ladi. Birinchi o'rin lamul juhuddan kin kelsa o an yushrun qilishi vojib. Biz bayam deb o'tganimizga o'xshash. Ma kana Allohu li yu'azzibahum va anta fihim o'xshash. Ikkinchi xil o'rin mushu hatta ma'nosi bilan keladigan yoki illa ma'nosidan istisno ma'nosini bildirgan istisno bo'lgan illadin kin keladi. İlla ma'nosi bilan kelgan yoki hatta ma'nosi bilan kelgan huruful at bo'lgan avdin keyin anning yushrun qilishi vojib. Endi av ba'zida shu hatta ma'nosi bilan bo'ladi, ba'zi chog'da illa ma'nosi bilan bo'ladi. Hatta ma'nosi bilan bo'lganda hattaning oldingi narsa tadrijiy tugash ma'nosini bildiradi. Masalan, la alzimannaka aw taqdiyani haqqi dedi. La alzimannaka men sana çokum çın esilime ev taqdiyani haqqi mening haqqim tugugan qadar desem kerak. Ev hatta ma'nosida, bu yerga ila ma'nosidan kelgan hatta ma'nosida. La alzimannaka hatta taqdiyani haqqi mening haqqim tugugan qadar sana chaplashma degan mana. Mishada taqdiya nasb qildi yushrun ana bilan bu yerga ev hatta ma'nosidan kelgan. Yoki u ev illa ma'nosi bilan keladi. Ev illa ma'nosi bilan kelganda qanday chog'da ev illa ma'nosi bilan keladi deganda hattaning kelishi sahih bo'lmagan o'rinda avvalan evning o'rniga hattani qo'yib boqamiz. Hattani qo'ysak ma'no to'g'ri chiqsa hatta ma'nosi deymiz. Hattani keltirsak evning o'rnida evdinkin fil muzari nasb qilib hattani kelsak ma'no to'g'ri chiqmayotgan. İllani keltirimiz, illani keltirsak ma'no to'g'ri chiqadi. Illa ma'nosi bilan kelgan bo'ladi bu vaqtda. Masalan, biz buningga misol ko'rsak, va kuntu idza ghamaztu qanata qawmin kasartu ku'ubaha aw tastaqima deb kelgan. Mesela men kavimning neyzisining dastillerini şunda sildim. Men o neyzisini tuttum. O neyzinin dastillerini sundur. Endi g'amaz tutgan mandala tuzlash uchun tutqunni ko'rsatdi. Ashuna dastillerini sildim. Uning neyzisining dastillerini sundurdim. Aw tastaqima yoki u neyzi rusunludu deb bo'lmay illa ma'nosi bilan kelgan. Men o neyzining dastillarini sundiryaptim, mega sundirmadim. O neyzining dastisi rusunlish bilan. Neyzining dastisi rusunlish bilan sundirmadim, ruslanmasa sundiryaptim deb, o'sha illa an tastaqima degan ma'noda kelgan bo'ladi. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz o'sha hattadan keyin anning yushrun qilinishi o'rinlarni ko'rib o'tamiz. Endi
Enninki yuşunkilişi vacib bo'lgan urunlardan 5 urun degan. Birincisi lamul juhuddan kindidoq. İkincisi hattadin avdin kindidoq. Endi yine qag'ini chiqdi hozir. Keyinroq darslarimizda. Masalan, nimadan kinkilishi mushu lamul aqibidan yuşun kilishi vacib bo'ldi va ba'zilari shu baytning oxirida o'tirib qo'yiladi. Hamda hozir navbatdagi bayt ba'da hatta. Hattadan keyin anning yuşun kilishi vacib bo'lgan urun. Mesela şu anning yuşun kilishi vacib bo'lgan urundan ikkini bir yerde so'zladik. Yani nimadan kinkine mesela birincisi lamul juhuddan keyin, ikincisi hurufa at bo'lgan avdin keyin dedik. Üçüncüsü anning yuşun kilishi vacib bo'lgan urunning üçüncüsü hattadan keyin. Hattadan keyin anning yuşun kilishi vacib. Bu haqda musannif rahimahullah mundaq deydi. Ve ba'da hatta hakaza izmaru an hatmun kajut hatta tasur za hazan. Ve tilve hatta halan ev muavvala bihirfa anna ve nsibil mustakbala. Hatta dinkin şundakla ennin yuşun kilişi vacib jut hatta tasurra za hazan. Sen sahib ol muşu sen gam qayg'u igisini xursand qilgan qadar yoki sen gam qayg'u igisini xursand qilish uchun xushal qil. Ama tasurra anto'nga sen gam qayg'u igisini xursand qilishing uchun sehilik qil desak, hatta mishada illat ma'nosi ifodalab kelib, hatta an tusirra deb an mishada yuşun kilishi vacib bo'lgan. Bunu bu anning yuşun kilishi vacib bo'lgan o'rning üçüncüsü. Ve tilve hatta halan ev muavvala. Hatta din keyin hozirgi zaman ma'nosi bilan ki pil muzari kelsa, ya hatta din keyin kelgan pil hozirgi zaman qiyos qilinsa, u chaqda hatta din keyin kelgan pilni rafi uqung vansibil mustaqbala. Amma hatta din keyin kelgan pilning zamoni hal zaman bo'lmay yoki hal zaman qiyos qilmay kelgusi zaman bo'lsa, buni nasb uqung deydi. Mesela lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa desek, hatta yarji'a deb keldi. Bir şeyde hatta en yarji'a demekçi. Endi hatta Arap tilida 4 xil ishlatiladi. Birincisi hatta huruful at bo'lib ishlatiladi. Bu harfat bilan babida chiqib bo'lgan. Masalan, vasalal hujjaj Muzdalifa hatta al-mushatu. Hacilar Muzdalifaga gidip geldi, hatta piyoda mangallar mı degandek. İkincisi harfi iftida bo'lib ishlatildi. Hatta harfi iftida bo'lib ishlatilgan yaba bu mu harfat bilan babida chiqib bo'lgan. Masalan, ma yusibul muslima min nasabin aw wasabin wala hammin wala huzn wala azan wala ghammin hatta şevketu yushakuha illa kafarallahu biha an khatayahu desek, mesela hatta şevketu deb mesela hatta iftida harf iftida bo'lib jumla ismi yana bir şey kirgan deb maqardi. Endi agar mushu hattadin keyin iza shartiya kelsa, mushu Qur'oni Karimda hattadin keyin iza shartiya keldi. İza mushu hattadin keyin iza keldi. Mesela mushu Qur'oni Karimdan bir necha oyatda keldi bu. Mesela mushu 40 necha oyatda, 42 oyatda hatta iza degan shakl kelgan. 42 oyatda hatta iza kelib, hatta iza fashiltum fatanaza'tum deganga o'xshash. Hatta iza ja'atuhumus sa'a baghtatan qalu ya hasratana deganga o'xshash. Buni mishalada hatta mu hammasi harfi iftidaiya deb hukm qilinadi. Üçüncüsü hatta uçuk aşkar isimni zirqtigan harfi joylab ishlatiladi.
intazartuka hatta g'urubi shamsi degan kun kirib ketgan qadar men seni kutib turdim deganga o'xshash bo'ldi. To'rtinchisi hatta masdar muavvalni zir o'qituvchi hatta bo'ladi. Yine hatta fil muzari nasb o'qiladi. Undan keyin shu bugungi darsimiz dal 4-qismi ama shu masdar muavvalni nasb kasr o'qituvchi, zir o'qituvchi bo'lgan hatta cho'qim bo'lganda hatta bilan fil muzari o'rtasida anning yushun kilishi vojib bo'ladi. Endi biz do'q hatta o'shada fil muzarining besh kelganda yoki ila ma'nosi bilan ishlatiladi yoki shu kay ma'nosi bilan ishlatiladi va yokinkida istisno ma'nosi bilan ishlatiladi hatta. Demak, fil muzarining besh kelgan hatta yoki huruful jar bo'lgan ila g'oya ma'nosi bilan ishlatiladi yoki kay ma'nosi bilan dediğimiz ta'lil ma'nosi bilan ishlatiladi yoki u istisno ma'nosi bilan ishlatiladi. Endi biz buni hemen ko'rib o'tamiz. Masalan, shu iza ma'nosi ila ma'nosi bilan ishlatilgani lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna Musa desak, mishalga hatta yarji'a ilayna Musa da hatta ila ma'nosi bilan ishlatilgan zarf zaman deb tarkib qo'yiladi. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Agar ular kuch yetsa sizlarning dininglardan qaytarish uchun hamisha sizlarga urush qiladi desak, mishalga hatta yaruddukum mishalga ta'lil kay ma'nosi bilan kelgan illat ma'nosini ifodalab kelgan hatta deymiz. Yoki istisno ma'nosi bilan keldi dedik. Masalan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Bir bandining iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Uning qalbi shu megar iymoni to'g'ri bo'ladi, qalbi to'g'ri bo'lishi bilan hatta yastaqima qalbuhu degan gap hamshada la yastaqimu imanu abdin illa an yastaqima qalbuhu. Bir bandining iymoni uning qalbi to'g'ri bo'lishi bilan iymon to'g'ri bo'ladi degan bo'ldi. Mana bu yerda va shundaqla va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan laka hatta mishat istisno ma'nosi bilan kelgan deb qarasak. Va iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahra desak, mishada ey Musa biz sana hergiz ishonmaymiz, faqat Allah'ın uçuk kurash bilan andın sana işinimiz degan bo'ldi. Hatta mishada illa ma'nosidan keldi. Shunga bu biz nayta diqqat qilib ismimiz tutib olgan mazmunlarning qatoridan hattaning fil muzarida kelgan 5 kelgan hattaning 3 xil ma'no bilan ishlatilib, o'zidan keyin anning yushurin kelib, uningdan keyin fil muzarining nasb o'qilgan yerlarda. Endi hattadan keyin mushkatdan kelgan fil muzari nasb qilishning sharti cho'qim fil mustaqbal bo'lsin dedik. Fil mustaqbal bo'lmasa, bu chaqda nasb o'qitilmaydi. Masalan, la yumdahul walad hatta yanala riza validayhi. Bala ota-onasining roziligiga erishilish bilan andin maqtaladi. Bala maqtalmaydi. Magar maqtaladi, ota-onasining roziligiga erishilish bilan maqtaladi desak, men hatta illa an ma'nosi keldi. Mana bu ota-onasining roziligiga erishish degan u keyin bo'ladi. Buni mishada uzun kelgan fil muzorini nasb o'qitdi deb qaraymiz. Agar hattadan keyin kelgan filning zamoni kelgusi zaman bo'lmaganda, u chaqda hatta dinkin kelgan fil muzari rafi qiladi. U vaqtda hattani biz ibtidoiya deb hatta dinkin kelgan jumlani jumla mustanifa, mustajimidan boshlangan jumla deb qaraymiz. Endi en yushin kilishi vojib bo'lgan o'rinlarning 4-o'rin shu fa'u sababiyadan keyin kelgan fa'u sababiyadan keyin an yushin qilinib, undan kelgan fil muzari nasb qiladi.
Bu haqda Musannif rahimahullah mundaq deydi. Ve ba'de fa cevab naf'in aw talab mahdayna an ve satruha hatmun nasab. Bütünley nebinin cevabıdan kin kelgeni cevabıda kelgeni fadin kin yoki sap bütünley talabning cevabıda kelgeni fadin kin kelgan pili muzarin fadin kin anning yushrun kilishi vacib o'zdan kin kelgan pilni nasb o'qitgan holatida. Ya'ni shu an o'zdan kin kelgan pilni nasb o'qitgan holati yushrun kilishi vacib nimadan kin Nafining javobida kelgan fa'din keyin talabning javobida kelgan fa'din keyin mahbayni cho'risa butunlay uni nafiligi 100% nafi unda uni shibul nafi emas yoki shibul talab emas sab nafi sab talab demakchi. Endi mana bu fa'ni qanday fa demakchi biz deganda bu fa'ni fa'us sababiyya deymiz. Unda o'zi fa'us sababiyya degan nima deganda fa'us sababiyya deganimiz mana bu fa'us sababiyya degan mushu fa'ning oldingi narsa fa'din kinki narsaning hosil bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lsa bundaq fa'ni fa'us sababiyya deb qaraymiz. Endi mahzi degan so'z agar u nafi mahzi bilan yoki nafi shu talabi mahzi bilan boshlangan bo'lsa ani ikki shart dedik. Ikkinchisi endi nafi mahzi bilan sab nafi bilan boshlanadi. Sab nafi degan nima desa isbot ma'nosidan xoli bo'lgan ba'zi nafilar bor. Beshi nafi lekin oxirida musbat ma'no chiqadigan. Qanday chaqda sab nafi bo'lmaydi degan vaqtimizda uning nafiligi illa bilan buzilib ketgan bo'lsa u sab nafi bo'lmaydi. Yoki uning nafiligi munda shu nafi isbot ulash orqali yo'qolgan bo'lsa bu sab nafi bo'lmaydi. Yoki illa bilan buzilgan bo'lsa nafiligi bu sab nafi bo'lmaydi. Jumladan nafi vositalar bo'lgan bilan buni jing nafi degani bo'lmaydi. Yine miyargi shu mahzi degani xolis va huwa al-xolis min ma'na al-isbat. Isbat ma'nosidan butunlay ayrilgan demakchi. Shunga bu yerda shu fa sababining oldida nafi kelibdi lekin u illa bilan kelib qolgan bo'lsa bu joyda nasb o'qitilmaydi demakchi. Endi sab talab deganimiz ko'rsa talab o'sha uchuq pil bilan pil sarih bilan bo'lgan bo'lsa, masalan, amri, duo, nahyi deganga o'xshashlar bilan bo'lsa bo'ladi. Uni ammo ma'lum sab masalan ismi fe'l yoki xabar lafzlari bilan talab isbotlangan bo'lsa, sab talabi mahzi bo'lmaydi bu. Endi bu yerga talabdan unda bo'lsa, nima maqsad desangiz, amri, nahyi, duo. Shundaqla ism istifhom, araz, tahziz, tamanni, tarajji iborat mushuni aslan maqsad qilinadi. Masalan, nafining misoliga kelsak, lam yus'al fayujiba. Endi u so'ralmadi. Ya'ni u javob shu berish uchun ya javob berish uchun so'ralmadi. Demak, so'ralmag'achqa shu javob bermadi. Yoki javob bermaslik uchun u so'ralmadi. Endi yana Qur'oni Karimda qaraydigan bo'lsak, la yuqza alayhim fayamutu. Ularning o'lishiga hukm qilinmaydi. Ularga hukm qilinmaydi. Ularning o'lishi uchun hukm qilinmaydi deganga o'xshash. Undan boshqa yana nurg'un oyatlar chiqdi. Masalan, wala yu'danu lahum fayatazirun deganni ba'zilar boshqa qiroat bilan kelganlar bo'lgan. Masalan, ularning o'zir aytishiga izni berilmaydi deganga o'xshash fa'us sababiyya. Nafi dedim. Ammo talab bilan kelgan bo'lsa, talab deganimiz amr nahiy istifhomdan o'z ichiga oladi. Masalan, ihtarim as-sadiq fatadum lak sadaqatu. Sen do'stingni hurmatla, shu sabablik sana
uning do'stligi davomlashadi. Yana do'stingning sadoqati sen bilan do'stingning do'stligi sana davom qilish uchun do'stingni ehtirom asadi. Do'stni hurmatligin deganga o'xshash. Mehrga pa sababiya bo'lib, o'zidan kelgan fil muzari yushun an bilan nasb qilgan. La taghashsha fil bay'i fatunza'a barakatuhu. Sen ilim setimde soğudunun bereketi kötəlib ketmeslik üçün xiyanet qılma. Degen qoxşaş. Tahsiz mi ba halla tazuruna fatuhaddisana degen qoxşaş. Muşu vasıtlarının əmistinkin cevaptı pəkilidu. O fədinkin kəgən fil yuşun ənülə nəsb qılıdu. Şimdi 5. urun vadin kin kiregen ennin yuşun kılınışı. Ennin yuşun kılışı vacib boğan urullarının 5'incisi va. Bu vakti musannim undaqdaydı. Vel vavu kel fa'in tufit mefhume ma' kela tekun celden ve tuzhirel ceza dedi. Muşu vamu fa'ga o'xshaydi. Xuddi fa'il sababiya pa dinkin kelgan fil nasb qildi an yushun qilib u fa shu sababiya fa'il sababiya o'g'lab nafining javobida kelgan bo'lsa, nahining javobida kelgan bo'lsa, amrning javobida kelgan bo'lsa, istifhomning javobida kelgan bo'lsa, razning javobida kelgan bo'lsa, tamanni tarajjilarning javobida kelgan bo'lsa, duolarning javobida kelgan bo'lsa dedik. Dal vo'mi shundaq. Şu wo kiptu endi şu fa'ga o'xshash maqsad qilingan. Agar beyning tarjimasini devasak, wo fa'ga o'xshaydi. Agar wo ma'a ma'nosini ifodalab bersa, la takun jaldan va tuzhiral jaza deganga o'xshash. Sen nati kuchligurlikni, nati sabrchan bo'lmag'in mundalıq ceza'ni aşkarlamaklık bilen birge depti. Mundalıq sabrıcansızlıkni aşkarlamaklık bilen şu küçlükni küçtüngür bolmagın depti. Bunu ulamalar bu cümlesalni hata dep qaragan. Bu tuzhira emas, tuzmira bo'lish kerak dep qaraydi. La takun jaldan ve tuzmira jaza. Sen mushundalıq sakta batır olmagın. Sen ucada tuzmiral ceza kese sen sakta halatki sabrıcan bulu ama yalgandın sabrıcan bulu ama diye mana çıktı. Ceza fazalna yuşurgan halette sabrıcansızlıkını yuşurgan halette naydımda küçük sabrıcan bulma diye mana çıktı. Mişere ve tuzhira o ma'a manasini ifadalab kelib undan keyin an yushun kagachga yushun andan tuzira nasb qilgan. Mana bu anning yushun qilishi qilgan urlarning o'rnidan 5. urun mushu. Vovul ma'ya mushu. Ammo mushu vovul ma'ya ma'noli kelib o'zining kelgan fil muzarni nasb o'qish uchun chuqum bumi ya'ni nafi vasitasi bilan gang shu fa'da shakllangan shaklar nafi vasitasi bilan yoki talab yoki duo deganlar bilan birga boshlanib kelgan bo'lishi shart. Endi navbatda bu shu fa'ning fil muzarining jazmi qurtgan qilish haqida to'xtalamiz. Bu ayrim bir bob kasimi bu yerda shu nafi nahi istifhom vositaliga aloqador bo'lib qolgachqa o'tirib qo'yiladi. Va ba'da g'ayrin nafi jazman i'tamid in tasqutil fa val jazaa'u qad qusit. Nafidin boshqa vasıtalardan keyin nafidin başqasidan keyin kelgan fil muzarni jazm o'qing agar pa tushib ketgan bo'lsa jazo maqsad qilingan bo'lsa
Biz bayam dedik. Nefi, nehi, istifam, dualadın kelgan pilni yuşun an öyle nasb okuymiz. Padinki nefinin cevabı kelgan padinki kelgan bolsa pil muzari, nehinin cevabı kelgan padin kelgan kin kelgan pil muzari dedik. Endi nefi qolgan bolsa nefi vasıtın kin kelganini jazma qo'yilmaydi. Ama nefidan boshqa nehidin kin yoki istifamdan kin ya arazdan kin ya tamannidan kin ya mushu emirdan kin pakipto javobni pakipto. Aşı padin kin kelgan pil muzarni jazma o'qisak ashundan javob kitdi. O pa kami pa tashlanibdi, jazo maqsad qilinibdi. Mushlardan kin pil muzari kitdi, fa yo'q ekan. Fa bo'lmagan bo'lsa bu chaqda uni jazo maqsad qilib amirning jazosi, nahiyning jazosi, tamannining jazosi, duoning jazosi, istifomning jazosi deb jazm o'qisak bo'ldi. Nafining jazosi deyotgan gap bo'lmag'achqa unda qilib bo'lmaydi. Endi nahiydan kin jazm o'qilishning sharti, lekin nahiydan kin jazm o'qilishning sharti şu inning la nafiyaning oldida inning qo'yilishi yoki la nahiya uçar la nafiya o'tkiladi. La nafiyaning oldida inning qo'yilishidir. Şu yuz bergan muxolifatchiliksiz debdi. Duni taxallufin yaqa degan nimani ko'rsatib in bilan lani keltiramiz. Endi shu to'g'ri ashunda bo'ldim bo'lmadimi desh uchun bir to'g'rilash sharti va in va la nafiyani aşı nahi cümlenin uğundu qo'yib in ve la nafiyani keltirgandan keyin chiqqan ma'no bilan uning oldida bildirilgan ma'noda muxolifatchilik, qarama-qarshilik ifodalanmaslik bilan deydi. Dunu taxallufun yaqa degan inni qo'yg'ili nahidan keyin jazma o'qilishning sharti shu nahi vasfisining o'rnida la nafiyani la nafiyaning oldida ini shartiyani billi quyosh qo'yg'ili bulash kerak. Qo'ysak, ammo ma'na asli holatdan o'zgarib ketmaslik kerak deydi. Har birisi biz tuvanda misol kirib o'timiz. Endi fil muzari padin kin kelsa o shu nafidin ya nahidin kin kelgan an yushun kil do'duq. Endi bu yerda pa agar shu nafidin kin shu fa tashlangan bo'lsa shu beşki nafidin kin ki shu nafinin g'ayridan kin nafi yo'qkan nafidan boshqa nahiya dualdan kin fa tashlanib jazo maqsad qilingan bo'lsa fil muzari jazm o'qiladi. Jazm o'qilishning sharti 3. Birinchisi shu yerdagi fil cho'qim talabga dalolat qilgan lafz bo'lishi kerak. Nafi bo'lsa bo'lmaydi. Talabga dalolat qilsin, amri nahiga o'xshaydi. Ikkinchisi cho'qim fa'dan kin kelgan so'zdan jazo maqsad qilingan bo'lsin. Ya'ni mushu fil muzari oldidagi talabning musabbibi natijasi bo'la olishi kerak. Üçüncüsü talab cho'qim nahining g'ayri bilan bo'lib qolganda, agar talab nahining g'ayri bilan bo'lsa, amrga o'xshash yoki istifomga o'xshash, cho'qim ini shartiyani uning o'rnida qo'yg'ili bo'lish kerak. Agar talab nahi bilan bo'lib qolsa, shu nahi harfi nahining o'rniga cho'qim la nahiyani tashlanib, la nafiya bilan ini shartiyani keltirgili bo'lish kerak. Ma'noda qarama-qarshi o'zgarish paydo bo'lmaslik kerak. Endi buning misoliga kelsak, mishada masalan amr bilan boshlanganning misoliga kelsak, amilin nas bil husna yuallifuka. Kishilarga chiroyli muomala qil, ular sana ulfat oladi debmiz. Endi mushu hozir fa tashlandi. Agar fa kelgan bo'lsa amilin nas bil husna fa yualifu kedeb o'shan nasbi ditdik. Hozir ma'u jazmi deb qoldi. Jazm o'qilgan deymiz. Chunki bu yerga hozir in shartini yani keltirsak, in tuamil an-nasa bil husna yuallifuka. Kishilarga chiroyli muomala qilsang, ular sana ilsulfat oladi degan o'xshash. Nahining misoli-chu. Endi nahining misoli qilsak, la ta'jal fi umurik taslim. İşleringda aldırma. Salamet qalasan debdi. Endi mishada lan tashlanib in bilan la nafiyani akasak ma'noda o'zgarmasin.
in la ta'jal fi umuruk taslim. Sen agar ishlaringda aldırmasan salomat qolasan deganga o'xshash bu ma'no o'zgarmadi. Agar talab nafining endi agar shu talab kelmabdi, balki nafi yoki musbat bo'lgan xabar ilgari bo'lgan bo'lsa, fe'l muzorining jazm qilishi sahih bo'lmaydi. Balki o'sha rafi o'qilishi vojib bo'ladi. Ma ta'tina tuhaddisuna deganga o'xshash. Agar jazo maqsad qilinmagan bo'lsa, yana rafi qildi. I'tini bi rajulin yuhibbulloha va rasulahu. I'tini bi rajul yuhibbulloha va rasul. Menga bir erni keltirgan, u er Allah'ın peygamberini yaxshi ko'rgan bir erni keltirsak, yuhibbulloha va rasul bir rajulning sifati bo'ladi. Hargizmi bu jazo maqsad qilinmaydi bu yerda. Buni bu yerda rafi o'qiladi demoqchi biz. Agar endi shartiya bilan la nafiyani la nahiyani o'rni keltirgani bo'lmasa, u chaqda uni jazm o'qish durust bo'lmaydi, rafi o'qish kerak. Masalan, la tadnu min al-asad ya'kuluka. Ya'kiluka. Sen yollasqa yaqinlashmag'in, u seni yeb ketidi. Endi mishada la tadnu min al-asad ya'kiluka desak, mishada ya'kuluk jazmi o'qilmadi. Nimishqa la tadnu laning o'rniga in shartiya bilan la nafiyani qo'ysaqchi, in la tadnu min al-asad ya'kuluk. Agar sen yollasqa yaqinlashmasang, yollas seni yeb ketidi desa, yollasqa yaqinlashmasa, yaqinlashmasa, yaqinlashqa yeydi, ma'na xato chiqib qoladi. Shuning bunda qiyada ma'nada muxolifatchilik bo'lg'achqa, bu chaqda u rafi qiladi deb qaraymiz. Wal amru in kana bi ghayri fa'al fala tansib jawabuhu wa jazmuhu bala. Amir agar if'alning g'ayri bilan bo'lsa, endi amir if'alning g'ayri bilan deganimiz amri biz shu nima bilan bo'lib qolsa, ismi fillah bilan yoki xabar lafzlari bilan bo'lib qolsa demakchi. Amir if'alning g'ayri bilan bo'lsa, uning javobini nasb o'qimang, balki uning javobini jazm o'qishni qabul qiling. Endi if'alning g'ayri deymiz, if'al bilan bo'lsa, odatda fil amrik maqsad qilinadi. If'alning g'ayri ismi fillah bilan yoki shu xabar lafzlari bilan bo'lganda fil muzori nasb o'qish durust emas. Padinkin uni shu jazm o'qish lozim bo'ldi deydi. Uning jazmisidan qabul qiling if'alning g'ayridan bo'lsa deydi. U chaqda fa chuqum tushib ketgan bo'ladi. Masalan, biz hozir fa bilan keladi, u nasb o'qish uchun chuqum fa kasi bo'ladi. Masalan, sah fa uhaddisuka. To'xta, men sana so'zlayman desak, fa uhaddisuka. Uhaddisuka bo'ldi. Uhaddisaka bo'lmadi mishada. Nimishqa? Bu chunki amri bu yerda if'alning g'ayri ifodalandi. Agar uskut sahnoni uskut desak-chi, uskut fa uhaddisaka o'tdi. Uskut fa uhaddisaka sah fa uhaddisuka deb bunda keladi. Hasbukal hadis fa yanamul hadirun. Sana yetarliki mushu so'z hozir bo'lganlar hozir uxlaydi, qolganlar hozir uxlaydi degandek. Agar fa tushib kelsa fil muzori o'char jazm o'qiladi. Sah uhaddisaka bo'lmaydi. Sah uhaddiska. To'xta, sen men sana so'zlayman deganga o'xshash. O'sha talabning javobida tushgan deb qaraymiz. Sah uhaddiska hasbukal hadis yanam al-muhadirun deganga o'xshash. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kelgan ya eyyuhellezine amanu hal adullakum ala ticaretin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi ve rasulih ve tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum zalikum hayrun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum zunubakum ve yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar desak mishada yaghfir lakum zunubakum jazmu qildi ashara tu'minu degan fe'l mana if'alning g'ayri bilan keldi.
İf'alning g'ayri bilan keldi. Shuni yag'fira deb nasb o'qimay jazb o'qiymiz. Bu tu'minu degan xabar labzi bilan keldi, lekin amir ma'nisi qiyos qilinadi. Qanday ey mo'minlar, men sizlarni dardlik azobdan qutuldiradigan bir tijoratga boshlab qo'yaymi? U tijorat, ya'ni agar sizlar Allah'ning payg'ambariga ishoninglar, Allah yo'lida mollaringlar, jonlaringlar bilan jihad qilinglar. Ana shu sizlar uchun eng yaxshi bildigan bo'lsanglar, agar Allah sizlarning gunohinglarni kechiradi, sizlarni jannatlarga kirgizadi dedi. Jihad qiling, tu'minun aminu billahi va rasul degan amirning javobi demakchimish edi. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنسب ما إلى التمني ينتسب. Bu ma beynin mazmuni aldıda çıkıp boğan fiil muşu ricada kelgen fildin fadın kinki fil nasb oqildi. Xuddi biz bayan dua, mesela temenni, istifam, nehiladın kin kelgen fa din fa kelsa shundan javobga shu fa'din kin kelgan filmlar nasb qiladi dedik-ku. Hozir shu rija tarajjidin kin kelgan fa'din kin kelgan filmlar nasb qiladi demakchi. Shu tarajjining javobida kelgan fa'din kin kelgan filmlar nasb qiladi. Tamanniga nisbat berilgan narsa kanasb ma ila tamanni, yani tamanniga nisbat berilgan narsani nasb qilganga o'xshash ashadi. Bu alaylı oturup ko'ylab bo'lgan. Endi buningda nemishqa mesela shu qatorda biroqli so'zlayotmay bu yerda ayirgan desa, buningda basirlik ulamolar bilan ko'filik ulamolarning o'tirisida ixtilof bo'lg'achqa, shunlashqa buni ayrim alaylı keltirgan. Masalan, "Va ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra" desak, fatanfa'ahu zikra demishada fatanfa'a deb nasb qilgan. Buni Asimning qiraatida bu tanfa'a nasb bilan o'qilgan, tarajjining javobi kelgan deb. Ammo qolganlar rafi o'qigan fatanfa'ahu zikra demay fatanfa'uhu zikra deb bunda o'qiganlarmi bo'lgan. Wa in ala ismin khalisin fi'lun utib tansibuhu an sabitan aw munhazib. Navbatki beyt mushu bir ismga pilni atf qilg'ili bo'lamdi deganda mushu bir harfil atfidan kin pil kelsa buni ismga atf qilmoqchi bo'lsak chuqum shu pil nasb qilish kerak demoqchi. Shunga deydi, agar ala ismin xali xas ismin xalis degan nima desa, pil ma'nisidan xoli bo'lgan ismga, ya'ni pil ma'nisi va ism qanday ismda ism fa'il, ism maf'ul, sukut mushabbah, ism tabzillar, bunida pil ma'nisi bo'lgan ismlar. Ammo ism fa'il, ism maf'ulga o'xshamaydigan bunda ismlar va ism mushtaq bo'lmagan yoki pil ma'nisi bo'lmagan, bunda omillik rol bo'lmagan ismlarni gang ism, sab ism deymiz. Shu pil ma'nisidan xoli bo'lgan ismga bir pil atf qilinsa, shu pilni nasb o'qing. Nasb sabit bo'lib kelgan, oshkora muqim kelgan an uni nasb o'qitdi yoki tashlangan an uni nasb o'qitdi yoki oshkora an bilan nasb o'qiymiz yoki an kelmasa yushun an bilan nasb o'qib, u chog'da an bilan nasb o'qilgan ekan u pil an va undan keyin kelgan pil muzari u masdar qiyos qilinib ismning hukmiga kirgizilib turib, ondan ismni ismga atf qilgan babga tushirgizamiz. Bu huruful atf birinchisi av. Masalan, amalun aw uhassilu rizqi khayrun min rahatin va amad yadi. Amal qilish va rizqimni ishlash va men rizqimni hosil qilishim boshqalarga tilamchilik qilib qo'l tanlaganlikdan yaxshiroq degan bu jumlada amalun degan ismga hassala yuhassilu uhassila degan pilni atf qildik. Bu bilan uhassilani nasb o'qidik. Ashada bir yushun an bilan. Mushu an orqali uhassila degan pil nasb o'qilib, bu
tahsili rizqi deb shu bir masdar qiyos qilinib amalga qilingan bo'ladi. Yoki fa'dan kin qildi, masalan ta'buka tatanalal majda khayrun min rahatik va ihmalik. Sening ta'buk charching va an charchab bo'lgandan keyin ulug'liqlarga erishishing sening ishlimi jafo tortmay rahat ilib yuguningdan yaxshiroq. Jafo tortsang kin ulug' martabalarga erishishning eng yaxshi desak, bu patanala deb nala tanala nasb qildi. O'sha fa bilan tanalni o'tirsa fa'an tanala degan an qiyos qilinib ba deb qarilib. Üçüncüsü summa in jam'il mal summa umassikahu dalilul hirman. Mening mallarni juğluşum ve onu haydemi için tutup duruluşum mahrum qalganlıqning dalili desek, mishada in jam'il malga summa umassika degan pilni qildik inening ismizga. Çünkü masdar qiyos qilib yana bir anni tashlangan deb qarab. Yoki avbosun butu va ma kan li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula desak, ashirga vahyanga yursila rasulan qildik avlan va an yursila rasulan deb irsalan deb masdar qiyos qilinib. Endi şu film muzarining nasb o'qilishi va rab o'qilishi haqidagi darsimizning oxirgi bayti va shazza hazfu an va nasbun fi sawa ma marra faqbal minhu ma atlun rawa. Anni tashlash va yuqorqi o'rinlarning boshqasida anni tashlab uningdan keyin kelgan filni nasb o'qish shaz az bo'ldi. Ammo adil kishilar rivoyat qilganlarini buningdan qabul qiling. Biz aytidan so'zlaganlarimiz mana mushu. Buningdan boshqa yerda bundaq anning tashlanib, undan keyin filmlarning nasb o'qilishi, tushum qilishlar qilishi nihoyat az. Bu endi ammo yana mushu kitobda so'zlanmagan masalalar o'tirib qo'yilsa, buning kim rivoyat qiluvchiga, qasi kimning degan gap ekanligiga qaraymiz. Adil odamlar rivoyat qilganini qabul qiling deganlik, yana bu mashhur ulamolar o'tirib qo'ygan bo'lsa, buningdan boshqami yana anning tashlanib nasb qilingan o'rni ba, buni qabul qiling. Masalan, xuzul lissa qabla ya'khuzak. O'g'ir seni tutishdan burun sen o'g'irni tutib ol deganga o'xshash. Buni bu yerda qablidan keyin kelgan yoki bu o'tirib qo'yilmagan. Asl xuzul lissa qabla an ya'khuzak deb qiyos qilinadi. Bu nəhayət az əhvallarda uçuraydı. Şunun bilan bizningki bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Keyingi darsimiz avamilul jazmi, jazm o'qituvchi omillar haqida to'xtalamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.